Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Hammalaringni avvalambor salomatlik binosini ochilish marosimida ko'rib turgandan xursandman. Oldin biz eski 12-oylov palkaning bir qavatli binosida joylashgan bo'lib, bu yerda bizlarga xonalar yetishmasdi. Ikkitadan shifokorimiz bitta xonada ishlardik. 4 ta amaliyot shifokor hamshiralarimiz ham bitta xonada joylashgan edi. Laboratoriyalarimiz qiyin edi. Ekiga, UZI aparatiga, fiz kabinetimiz bitta xonada joylashgan edi. Hozir mana yangi 2 etajli binoga ko'chdik. Bu yerda har bir xodimga, hamshiramizga alohida xona, shifokor oldi xonasi, shifokor xonasi, patronajlar xonasi, kunduzgi shifoxonalarimiz erkaklarga alohida, ayollarga alohida, ona bolalarga alohida joylashgan. Hozir sharoitlarimiz juda yaxshi, zamonaviy uskunalar bilan jihozlandi. Albatta, buning uchun biz davlatimiz rahbari prezidentimizga rahmatlar aytamiz.